Әмма Мәт Қасымдың дерек yo'q edi. Ko'nglim eng qo'rqinchliq bir shum xabarni tuymoqda. Aqlim bo'lsa, uni bar kuchi bilan inkor qilmoqda edi. Мәт Қасымның күнді маңыдыған yerlariga xuddi uning izini topmoqchi bo'lgandek, ashu laylatqilar ichida uning izini tepib olsamla, u xuddi ashu iz ustida paydo bo'ladigandekla his qilib ketdim. Turib, tiniqim to'xtab qoladigandekla, tiniqim vujudimning eng cho'nqur joylariga taqilib ketadi. O'ltirg'im kelmaydi, turg'im kelmaydi. Shu kuni tushda maydon boshlig'i maydondagilarga shuni uqtirdi. Мәт Қасым Мәтнияз bugun etigan tamoq vaqtida o'lik bayqalgan. Tekshirish natijasida uning jinoyatidan qo'rqib o'lib olganligi isbotlandi. Uning yaqinlari, tuqqanlari yoki do'stlaridan 4 kishi qilib, uni yerlikka qo'ysin. Qolganlar ishqi vaqtida meninglar, dedi. Men oldiga chiqdim. Sen kim, yurtliqimi? deb so'radi maydon boshlig'i. Men aksi, dedim to'liq ishonchga to'lgan ovozda. Rastma? dedi u gumon bilan ko'zimga qarab. Ular amaliyotda har kimning ijtimoiy munosabatini besh qo'ldek biladi. Kimning bu maydonda tuqquni bor, kimning hech nimasi yo'q, bularni bilmay qoladimi? Ammo menmi uning savoliga yarasha o'ttirg'i chiqqachqa gapimdan yonmadim. Matdan so'ra. Bo'pti, sen qol. Boshqa 3 odam ilib qol, dedi. Hamid turdi. Mehrigul ikkisi topdan ayrilib chiqib edi. Men Mehrigulni ketkizib etmoqchi bo'ldim. Ammo u unmadi. Мәт Қасым bilan gamida yonma-yon yotadigan bir yigitni oldim. To'rt o'ylan to'pilikning bag'riga yerlik qo'lidik. Ondan bir yirtiq jirg'iga Мәт Қасымның shahidini yotqizib, qabri beshiga elib keldik. Beshimizda gundupaylardan biri har qachon bor edi. Bizni oldiritib turadi. Üçümüzla mərhumğa cinaza namazı oquduk. Bunu Gundupayning noroziliklarga pisand qilmasdan qildik. Biz hech qanday qarshi so'z, javoblashma qilib o'ltirmay o'z ishimiz bilan bo'ldik. Ammo Mehrigul uning bilan to'xtamay deyishib turdi. Gundupay bizning cinaza namazı o'qishimizni to'smoqchi bo'lganda, "Hey, sen o'lmamsan. Sen musulmonning pushti emasmi? Sen go dinsiz kafir bo'lib ketgansan, ammo sening ota-onang sendek bir bolasidan nomus qildigandu," deb adabladi. Mana shundoq qilib, to'pilik bag'rida yana bir qabri ko'paydi. Bu yerda jonning qadri ashunchalikli edi. Biz bir parcha cho'ngroq tosh tepib kelib, toshning tekshirak yuziga yana bir uchluq tosh bilan sijab, bu yerda Milliy armiya jangchisi Мәт Қасым Мәтнияз yotadi deb yozib qo'ydik. Buningmi Gundupayning bak ochiq keldi. Milliy armiya degan so'zni iftixor bilan tilga elishimiz uningga yoqmagan edi. Hozir Milliy armiya degan jinoyat bilan ma'nodosh bo'lib qolgan zamon edi. Uning bu xil zaharxandiligiga qarshi Mehrigul o'z javobini berdi. Az to'la odam tabiiting bo'lsidi, senmi bu milliy degandan iftixorlangan bo'lading. Ammo sen tamoman Xitoy mali bo'lib ketgansan. Shunga buni tushunmaysan. Xitoyga bergidek qizing bo'ldimi? dedi. Gundupay kaltak ko'tarib devaylab kelgan edi, yana bir yigit. Bu yerda bizdan boshqa hech kim yo'q, ko'toni qiz, deb tahdid selividi, jimib qoldi. Ocharchilik yillarida Gundupaylarni urush, hatto meyib qilib qo'yish voqealari ko'p yuz bergan edi. Chunki insonning jini qashaysa, hech nimadan qo'rqmas holga keladi ekan. Shunga odatda Gundupaylarga yolg'iz yurmaslik, mahbuslarning turalg'u gamisiga yolg'iz kirmaslik prinsip qilingan edi. Yolg'iz qolgan Gundupaylardan o'ch elish umumiy hal olgan deyishga bo'ladi. Mehrigulmu shuning uchun qo'rqmasdan tillayotdi. To'timiz tushdan keyinlik ish vaqtini dafn ishi bilan to'shqizib etdik. Ondan yotoqqa qarab paydalayotgan o'z to'plarimizga qo'shilish uchun oldirab qabri beshidan ayrildik. Kechda men Мәт Қасымның gamisiga kirib, uning yanida yotadigan balaning ko'z tishi bilan Мәт Қасымның nas keraklarini oldim. Uning beshiga qo'yib olgan kichikina tugunchiki uning butun mulki edi. O'z gamamga qaytib kelib Мәт Қасымның tugunchikini ochdim. Tugunchakda bir qur milliy armiya kiyimi oxirgi qatim uyib qatlangan betib turibdi. Ko'krikida bahodirlik nishoni qadoqliq edi. Buningdan uning bu kiyimni qanchalik qadrlaydiganligi bilinib turadi.
Andın kiyimning qatlaqlari arasida bir narsa bormikin deb aqtudim. Kiyim qetidan milliy armiya formasi kiygan, beshida yarashimliq ispanki bilan kulimsirab turgan yosh bir jangchining rasmi chiqdi. Bu Matqasimning tunji qaytim Gomindang formasini silib tashlab, milliy armiya formasini kiygan yigitlik davrining yaldamisi edi. Uningga ixtiyorsiz yo'sinda otliq mehrim mavj urib, ko'nglimda go'yo u rostilla mening o'g'limdek bir sezim butun vujudimni ishg'ol qildi. Rasmni lavlarimga bosdim. Rasm kimlar tarafidan tortib elinib, sundirib tashlangandek. İki oq siziq rasm yuzini kesib o'tgan bo'lsa-mu, kulimsirab turgan yigitning bir botur jangchi ekanligini namoyon qilishga yetadigan go'zalligi saqlanib qolgan edi. Men uni o'zimning bo'g'jumam ichiga qetib mahkam chigivatdim. Niyatimda qachonki turmadan chiqib qolsam, bu bir qur kiyim bilan rasmni uning oilasiga yetkazib berish qarori bekitilgan edi. Әтісі түшті, зағрамны қолымға еліпла төпілік бағырға қарап кеттім. Tamaqımni yegach qabriga berib ziyorat qilishni va shahidlarga duo qilishni ko'nglimga pukkan edim. Qabri ustiga dövlangan zomchak to'proqlar dala o'simliklari bilan qoplangan bo'lib, anda-sanda yova o'tlarning gullari echilib turadi. Faqat Matqasimning qabrisila yangi bo'lg'ashqa uning ko'k to'pisi oqirishqim ulgurmagan edi. Ana shu yangi qabri oldida bir yukinib o'tiradi. Yaqinroq kelganimda uning Mehrigul ekanligini bildim. Bu hal bir tepishmoqdek tuyuldi. Aslida ularning munosabatlari oqsonliq munosabati bilan cheklanadigan qaror bilan oxirlashgan emasmidi? Mehrigul mening kelganimni sezdi, ammo menga burilib qaramadi. Shundoq bo'lsa-mu, bu qabrga kimning ziyorat qilishi mumkinligini faraz qila oladi. Shunga u bemalol gap ochdi. Uning tavarruk narslarini ilib olgansiz. Ha, oqshom ilib oldim. Nimalari borkan? Bir qur milliy armiya formasi, bahodirlik nishoni va shu forma bilan tushgan bir parcha rasmi borkan. Shulma, bir xotirasi, xatchak degandek narsalari yo'qmidi? Yo'q. U o'qimagan bola tursa, xotirasi bo'lamdi. Uning jimi mulki shul ekan. Siz uni uning oilasiga yetkazib bera olamsiz. Allah nisib qilsa, o'lmay chiqa olsamla o'zim berishga tirishiman. Ha, yaxshi bo'ldi. Men bir parcha rasm bersam, shu tavarrukka qetib qo'ya olamsiz. U yanada menga qaramay turib gap qilib atadi. Bak g'amkin edi. Qetib qo'yay. Ammo bu at alg'ash kelaman. Amsa xatmi Qur'on qilamsiz, ondan ketayli. Qur'on o'qish bid'at, duo qilamiz, dedim va Rasulullohning duolaridan o'qidim. Birlikda duoga qo'l ko'tardik, ondan birga ketdik. Biz maydonga yaqinlashganda oldimizga olmos chiqib keldi. Qabriga bordinglarmi? Men shuni o'ylab birga boraylik deb sizlarni izlab yuribdiman. Ablah, uttuli borsam-chu, Matqasim meni qutqizaman deb shahid bo'ldi, dedi Almas ko'ziga yosh elib. Undaq deb qaravasan, o'zingga ma'naviy yuk qilib olasan. Undaq dema ukam, dedim tasalli etib. Bu bir qazoyi qadar. Peshanasida shu bor. Bu faqat bir bahonai sabab. Shahidga yosh to'ksang ta'turlik bo'ladi. Ertasi tushda Mehrigul meni yana qabriga berib kelaylik deb boshladi. Yenimizda Almasmi bor edi. Hamidmi qo'shildi. Mehrigul ikkimiz oldidaroq edik. U menga tunugun degan rasmni uzatdi. Rasmni oldim, qaradim. Bu Mehrigulning oliy maktabga kelgan yili tushgan rasmi edi. Rasmdagi qizning chiroyliqligiga qaragan odam damalliqi buni Mehrigul deyishga petinolmaydi. Chunki u hozir eg'ir emgak va xo'rliqlar natijasida tamoman so'lib boshqacha bo'lib ketgan edi. Meni hayron qoldirayotgani Mehrigulning o'zining rasmini berib, buni Matqasimning tavarruk narsalariga qetib, oilasiga berib qo'yish talabi edi. Tunugun bu gapni qilgan chig'ida uning qandoq rasm beradiganligini aqlimga keltirib boqmagan ekanman. Mana endi bu tepishmoqqa aqlim yetmay, rasmni tutgancha hanqiyib qoldim. U menga lappida bir qarab etgandan keyin Matqasimning tavarruk narslarini oilasiga bergan chig'ingizda bu rasmdagisi Matqasimning to'y qilishga putishgan loyiqa edi.
Әмма бәхетке qarşı visalga yetkiçe Xitaylar onu öldürüvetdi dep qoyasız, dedi o. Әмма mening anglışımda şundaq, dedi o mening nima demoqchi bo'lganimni tushunib. Men bek rahimsizlik qilib ekanman. Kashki Mat Qosimdan ustunroq turadigan biresin topqili bo'lsa. Ashundaq bir jasur erkakni rad qilib, kimni saqlamoqchi demkin tang? Tozimi dötlik qilib ekanman. Bo'ldi qilsingizchu. Buning bir foydasi bormidiki? Meningcha bir az foydasi bo'ladi. Hayotga bo'lgan qizg'inligi uchun foydasi bo'ladi. Meni birsi kutib turdi degan o'ydagi odam ko'proq diqqatli bo'ladi. Oson jiniga tavakkul qilmaydi. Bu nuqtadan men uning jiniga zamin bo'ldim. Bu chaqda biz qabr beshida edik. Almas qabriga bag'rini yiqib yig'layotdi. Uning esadashlaridan Mehrigulning g'amkin chiroyi odamni yig'iga g'arq qilishda texmo dahshatlik besim kuchiga egidek qiladi. Bu musibat sababi bilan biz bu bir nechalan xuddi bir oila kishilaridek yaqinlikqa ega bo'ldikki, har kuni uchrashmasak ansirishib, bir-birimizni surishti qilib ketadigan bo'lib ketdik. Ashu yaqinlikdanmidir yoki vaqti qarali kelib shundaqmi Mehrigul menga yaqin surilib. Xelidan beri bir savolim bor. So'rayman deyman, so'rayolmayman, dedi. So'rang qizim. Nemishga ikkilinib qilyapsiz? Ma'qul, so'ramaymi qolmaydim. Oxiri so'raydigan bo'lgandan keyin fursat bachaqda so'rab olay, dedi u echilib. Uning g'amkinligining o'rnini olgan yiqimliq kulimsirash xuddi zimiston qishdan illiq bahorga chiqqandagidek yiqimliq ta'sirot beradi. Sizning ayolingizning ismi nima? Bu qandoq savol endi? Dedim uning bilan chiqishib. Qizim, oldi bilan sizning xotiningiz bormi deb so'raysiz. So'rg'iningiz ikkinchi savol. Nima? U shunchalik cho'chib ketdiki, biror jiddiy ish bo'lgan o'xshaydi degan qarashga kelmay turarmidim. Biror jiddiy ish yuz bermagandi. Hech o'ylanmaganmisiz? Mehrigul shu tatag'ancha jiddiy so'rdi. 2 qatim o'ylanganman. Keyin qandoq bo'lgan? Avvalgisi yurtimda Amdila yoshlik davrimga qadam qo'ygan yeshimda o'ylangan ayolim edi. Bir balani qo'yib tug'utda o'lib ketgan. Yana birisi-chu. Mehrigul ajoyib jiddiy edi. U bek aldirash deyishgan bo'ladi. Yana biri oradan 10 yil o'tganda bitim davrida kuchog' muavin hokim bo'lgan chig'imda kuchog'da o'ylangan ayolim edi. Aslida uni Gomindang meni ta'qib qilish uchun menga eppagan xotin ekan. Bitim buzilib, men yana qo'lga ilindim. Shuning bilan ayrildik. Voy isi tushur peshonam. Voy mening Peter peshonam, dedi u g'alati afsusliq, qattiq echinish, pushaymon bilan tishlarini g'uchurlatib, ko'zlaridan purqirab yoshlar to'kilgach. Nim bo'ldi sizga? Mening xotinlarim bilan aloqador bir ish bo'lganmi? Keyingi ayolingizning ismi Buvi Xalicha emasmidi? Dal shundoq. Nim bo'ldi? Nimandaq sirliqchilik bu? Jinimni qiynabatdingiz qizim. Tezroq masalani bayon qilsangiz-ken, deb vaqirdim men bo'lanmay. Ah, baxtsizlik. Nim bo'ladi? Bizni ashu ayol sotgan ekan. Bu qandoq bo'lgan? Biz savoqdoshlar bilan tashkilot qurgandan keyin jiddiy yer osti faoliyatlari qilayotganda bir savoqdoshimiz shundoq bir xabarni akeldi. Qo'shnimizning bir yurtligi bor edi. Billa parang bilan o'ltirishib qoldik. Uning deyishicha, u burun Gomindang ishpionlik kursida o'qigan ekan. Ammo texnik xizmat qilishga ulgurmayla kommunist Xitoylar kelib qolg'ashqa shu pet qaptimish. Keyin kommunistlar Gomindang jasusi deb qo'lga ilib bir necha yil turmada yetibdimish. U Sabit Efendi degan kishining ayoli bo'laman debdi. Hozir apandim turmada, men xalqqa vaqt berib yo'qlab tura olayman. Chunki apandim Sayfiddin apandining savoqdishi, o'zi cho'ng o'tgan odam bo'lg'ashqa, boshqa jinoyatchilardek yomon muomala ostida emas. Har holda xeli e'tibor berildi. Shunga mening yo'qlashimga chek qo'yilmaydi debdimish. Bu gap bizni qiziqtirib qoldi. Bizning yer osti faoliyatlar uchun, tajribasiz bo'lganimiz uchun jasuslikda o'qigan bu ayolga qiziqmay qolmaydik. Chunki bizning ba'zi kasbiy ishlarga aqlga ehtiyojimiz bor edi.
Yana kelib, uning Gomindan kursida o'qiganligi, uning kommunistlarni ancha yaxshi ko'rmaydiganligidan umid kutishimizga sabab bo'ldi. Bo'libmi, uning Sabit apandining ayoli bo'lishi bu umidimizni kuchaytdi. Shunga hiliqi savoqdishimizga uningga so'zlashib beqishqa, uning jasuslik kursida qandaq texnikalarni o'rganganligini o'qib beqishqa buyurdik. Savoqdishimiz keyingi qatim uning shifre yeshish texnikasi, ko'rinmas siyah yasash qatorliqlarni biladiganligini bilib keldi. Shu anda bizga she'r bir muammo edi. Shundaq bir nima borligidan xabarimiz bor, ammo u zotda qandaq bo'ladi tasavvur qilolmaydik. Ham bu texnikaga bak ehtiyojimiz bor edi. Amdi uni taklif qilib, bizga shifr bilan ko'rinmas siyah haqida ta'lim olishga qaror qildik. Ammo buning bir oldingi sharti bor edi. Bu ayol haqiqatan Sabit apandining ayolimi emasmi deganni aniqlab beqib, bu rost bo'lsa, uni taklif qiladigan bo'ldik. Sabit apandi qamoqda, emgak lagerida edi. Shunga u yerdan munosabat tepib, buni shu yerdan so'rab bilishga bir savoqdishimizni vazifalantirdik. Savoqdishimiz Sabit apandi bilan bir lagerda turayotgan tuqquni birisini tepib, shu orqali Sabit apandidan bu xalcham degan ayol xotiningiz bo'lamdi deganni so'rg'izmoqchi bo'pti. Bu ish xili aplashibdi. Keyingi tuqqanlar ko'rishishida bu ishni lagerdagi odamga topilashni muvaffaqiyatli bajardik. Ikkinchi qatimda javobni oldik. Bu xalicham Sabit apandining xotini ekan. Mana shunday qilib, bu xotinni guruhimizga taklif qilib, dars oladigan bo'ldik. Bir kuni kelib, bizga shifr haqida bir nimalarni so'zladi. Bak murakkab edi, yoki shunday qilyapti. Ish qilib, uni baktas ish vaqt ketadi dedi. Biz bir-birimizdan o'rganib olamiz deb, azroqli odam bilan boshlagan edik. Undaq tas bo'lsa, birli qatimda ko'proq odam o'rgansin. Shuningda vaqt tejaylaydi ekanmiz deyishib, ikkinchi qatim bir uyga 10 dak savoqdosh to'plangan edik. Xitoy saqchilari ustimizdan bosdi. Mana shu. U qandoq bo'ldi? Umi biz bilan birga tutilgandek qilgan edi. Uningdan darhol gumon qildinglarmi qandoq? Yo'q, gumon qilmadik. Keyin men bu lagerga keldim. Siz bilan tanishdim. Ismingiz tonish bir ism. Ammo bu apandi ashu katta odam shumi, boshqa birimi jazm qilamadim, yo so'rayamadim. Keyin jazm qildim. Bu siz edingiz. Ammo sizning biz anglagandek alohida e'tibor berilgan tarafingizni ko'rmadim. Shunga bir so'rab aniqlab o'tay degandim. Bu gaplar bilan yuragimni bir narsa qamallab oldi. Bir xil jinoyat tuyg'usi yuzimni qizartdi. Men bir jasusga yordam qilgan edim. Qandoq ahmoq, qandoq yumshoq bosh xalqmiz a. Naqadar oddiy o'ylaymiz, naqadar oson oldinimiz. Bu shunchalik har keldiki, yig'ilib o'tgidek bo'ldim. Bu jinoyatga sherik ekanligimni bu bechora notuvon qizga deymi, demaymi deb ikkilanatdim. Shundoq ikkilanishlar ilkida bir necha kun o'tib ketgandan keyin bir kuni Mehrigulga sizning bu yerlarda azob tortib yurishingizda mening mas'uliyatim bor. Bu jinoyatga men sherik, dedim. U tushunmasdan menga chekchiyib qarab qoldi. Uning tatirib ketgan bo'lishiga qaramay, go'zalligini yo'qotmagan chiroyida sodda hayronlik ifodasi bor edi. Men bo'lgan ishlarni uningga tafsiliy so'zlab berdim. Ahmoqona ko'ngilchakligimdan bir jinoyatga sherik bo'lganimni iqror qildim. U pash qilmagan bo'lsa, menga tutilmasmidik. Bu munatayin edi. Chunki bizning tajribasizligimiz, soddaligimizdan olganda bu faqat vaqt masalasi edi, dedi u menga tasalli berib. Rost da'vatman. Keyin so'roqlar, tayoqlardan olgan tajribalarimiz natijasida o'tmishdagi qilganlarimizni qayta tasavvurimizda boshdan kechirgunimizda naqadar balalar ishlarni qilganligimiz ma'lum bo'ldi. Demak, bizmi bek ham edik. Gerçi uning deganlari haqiqat bo'lsa-mu, yanala vicdan azobi chekmay qolmadim. Balkim ular bilan birga tutilganlardan qanchasi vahshiylarcha urib meyib qilib etilgandi, o'ltirilgandi. Ular o'ltirilganda eng oxirgi armonlarini aytay olmay, do'stlaridan, urug' tuqqanlaridan rozilik ololmay, hatto balkim o'zlarining kimlar tarafidan o'ltirilganini bilmay ketib qolgandi.
hayatning eng oxirgi daqiqalarini boshdan kechirdiganligini hech kim inkor qilmaydi. Chunki odam hayotli ekan, hamon bir kuni shu daqiqalarning keladiganligini biladi. Kishilarning orzu qiladiganini, ularning tenidan eng oxirgi haroratning yo'qolib ketayotganini, ularning ko'zlaridan eng oxirgi nurning o'chib ketayotganini ko'rib turganlarning dushmanlik bilan qarab turgan yot kishilar bo'lib chiqishi emas. Balki o'z qarindoshlarining rozilik berishi va duo bilan uzitib qo'yishi. Ular mana mushuningga erishamasdan naladidir, dunyoning bir bulung pushqoqlarida, qorong'u joylarda o'ltirilgan bo'lishi mumkin. Bularni o'ylasamla, yuragimning ichishishi yuqori pallaga chiqadi. Men bir odam uchun, mening hozir hech nimaga arzimas bo'lib ketgan nomim uchun, qop-quruq bir ism uchun men bilan o'xshashli hayotga ega. Hayoti o'zi uchun xuddi mening hayotim o'zimga qanchalik qimmatli bo'lsa, shunchalik qimmatli bo'lgan. Lekin mendan uzoq yashashi kerak bo'lgan shu narisida bolalar uchun bir chekib olay desam, ahim sirtqa chiqmay, tenim ichida vujudimni gumron qilgudek bir xil portlovchi kuch bilan g'alyon qilmoqda edi.